Assalomu alaykum. Bugun plevrit haqida gaplashamiz. Plevrit bu nima? Plevrit bu o'pka atrofini o'rab turuvchi pardaning yallig'lanishi. Bunga sabab bo'lishi mumkin infeksiyalar, travmalar, avtoimmun kasalliklar. Belgilari: ko'krak qafasining yon taraflarida kuchli og'riq, quruq yo'tal va nafas qisilishi bo'lishi mumkin. Ayniqsa nafas olayotgan paytda og'riq kuchayadi. Xuddi xanjar sanchayotgandek og'riq kuzatiladi. Tekshiruvlarda rentgen, ultratovush tekshiruvi va plevra suyuqligi tahlilida bu kasallikning aniq sabablari topiladi. Davolashda esa asosan antibiotiklar va yallig'lanishga qarshi vositalar bilan birgalikda davolanadi. Ba'zan esa plevra bo'shlig'ini drenaj qilish, ya'ni o'sha suyuqlikni tozalab yuborish yordamidagina davolash mumkin bo'ladi. Agar bu narsa o'z vaqtida davolanmasa, plevra pardaning bir-biriga yopishib qolishi bo'lishi mumkin yoki o'sha o'pkadagi to'qimalarning bir-biriga yopishib ketishi holatlari kuzatilishi mumkin. Bu esa nafas olishning yana ham qiyinlashishiga sabab bo'ladi. Agar erta tashxis qo'yiladigan bo'lsa, buning asoratlari kamayadi. Agar sizda shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qilishni tavsiya qilaman. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni kanalimda biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.